Assalomu alaykum azizlarimiz. Mana bugun biza koreyscha kimchi chigi degan ovqatni tayyorlayapmiz. Bu ovqatga mana qaynagan suv qaynatib olinadi oldin, keyin unga priprava solinadi. Mana bunaqa. Koreyscha soyadan tayyorlangan priprava bo'ladi. Mana shundan solinadi hamda endi esa unga oddiy mana o'zimizning piyozni, ko'k piyozinglar bo'lsa, ko'k piyoz solsanglar bo'ladi. Piyozimizni mana shunaqa shaklda to'g'rab sovuramiz. Piyozlarni hamda chesnok solamiz. Mana juda ham zo'r mazali taom bo'ladi. Bunga yana oq turupni to'g'rab solamiz. Endi chigimizga mana bunaqa oq turupni to'g'rab sovuramiz. Bu qish kunida rosa ham zo'r, vitaminlarga boy bo'lgan sho'rva bo'ladi. Buni guruch qaynatib, guruch bilan hamda salatlar bilan iste'mol qilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hali yana salatlarimizni ham sizlarga ko'rsatamiz. Salomat bo'linglar. Azizlarim, mana sho'rvamiz qaynayapti. Kimchi chigimiz, koreyscha sho'rvamiz. Bunga endi mana soya ham solamiz. Men ko'zchamalab solib o'rganib qolganman. Sizlar kishi necha kishiga qarasanglar, shunga qarab qoshiqda solsanglar bo'ladi. Qoshiqda o'lchab solsanglar bo'ladi. Bu juda ham foydali, mazali sho'rvalardan bittasi bo'ladi. Bu juda ham tez pishadi. Uzog'i bilan mana shu turib pishib chiqquncha qaynatsanglar bo'ladi. Uzoq bilan 1 soat qaynasa bo'ladi. Undan tezroq ham yarim soatda ham pishsa bo'ladi, pishadi. Mana azizlarim, bizning chigimiz pishdi. Uni biz mana guruch bilan, guruch ustida o'zini koreyscha pripravalari bor. Hamda mana bunaqangi salatlar bilan, hamda bunaqangi chikin bilan birga yeymiz. Kelinglar koreyscha taomlarga, yoqimli ishtaha hammaga.